Bugungi darsligimiz Russkiy partiya deb nomlanadi, ya'ni 3-varianti, Russkiy partiyaning 3-varianti. O'qlar E4, qoralar E5, kon F3, kon F6, kon uradi E5, kon C6 ga, kon uradi C6 va javob xotiga DS. DS ga kon C3 E4dagi pechkani himoya qilyapti va salon C5. Salon C5 yurishdan maqsad konni G4 ga tashlab bu holatda 2dan 1 qilmoqchi va salon E2 yurib bu holatda G4 ketagini tiklash himoya qilyapti va bu kon G4 ayyorlik ishlatyapti bu holatda va salon G4 uraveradi. Natijada fers H4 yurib ham korolni mot qilmoqchi, ya'ni shoh va mot qilmoqchi, ham ikki kishilashib salonga hujum qilyapti bu holatda va bu holatda 0-0 qilyapti. 0-0 ga salon uradi G4, majbur fers E1 ga yuradi. Fers E1 ga qoralar 0-0 qilib bu holatda ladiyani markazga olib kelmoqchi. Bu holatda oqlar D3 yurib salon yo'lini ochadi va ladiya D6 yurib H6 ga yoki G6 ga yurishni mo'ljallayapti. Aniqrog'i korolni 0-0 buzishga harakat qilyapti va salon F4 yurib ladiyaga hujum. Ladiya G6, salon G3 fersga hujum va bu holatda fers H5 ga yurib qavat holatini keltiryapti va oqlar H3 yurish maqsadi yurib salonga hujum qilyapti. Bu holatda bu oqlarning katta qo'pol xatosi hisoblanadi va salon uradi H3 qurbonlik va bu holatda oqlar G8 qilib salon urgandan keyin fers H3 urib har qanday holatga yutuq vaziyatini olib kelyapti va oqlar A3 yuryapti. D4 yurgan taqdirda ham baribir salon uradi D4 qilib urib kelaveradi natijada. Yo bo'lmasam boshqa topshirish imkonsiz, topshirmasdan boshqa yurish A3 yuryapti bu holatda va natijada ladiya uradi G3, shoh va mat holatiga kelyapti. Demak, bugungi darsligimiz shundan iborat.